Siyosiy ma'nosini aytay. Xitoy Sharqiy Turkistonni o'zining bir bo'lagi sifatida ushlab qolgan, bosib olgan. O'sha Sharqiy Turkistonda 40 million aholi bo'lsa, 60 million Xitoyni kirgizib qo'ygan. O'sha joyga. Ularning siyosati nima edi? Xitoy xalqiga Uyg'ur xalqini integrallashtirib olish. Nima degani? Butun boshli millatni yo'q qilib olishlik. Bu siyosat eskitdan bor edi. Bu Leninning siyosati O'rta Osiyoga nisbatan naqadar zulm bo'lsa, Xitoyning Sharqiy Turkistonga nisbatan qilgan ishi shu undan ortiq zulm. Undan ortiq. Rus hukumati bilan Xitoy hukumatini eskitdan solishtirishadi. O'rta Osiyoga qilgan zulmlarining oqibatidan biz qutuldik. Mustaqil bo'ldik. Boshimiz osmonga yetdi. Dinimizga, ko'p narsalarimizga qaytadan ega bo'ldik. Imkoniyatlarimiz ochildi. To'g'rimi? To'g'ri. Endi xuddi shu mustaqillikni Sharqiy Turkiston ham xohlaydi. Agar Sharqiy Turkiston ozod bo'lsa, mustaqil bo'lsa, men o'zim ozod bo'lgandek xursand bo'laman. Bo'lishim kerak. Hozirgi holatidan, ular chekayotgan aziyatdan men kechasi uyqum kelmayapti ko'zimga. Shunaqa bo'lish kerak. Ularni eslasam, ichim eziladi. Duo qilaman, boshqa qo'limdan ish kelmaydi. Ey Parvardigoro, bularga najot ber. Zolimlarni o'zing kifoya qil, saflarini parchala, gaplarini bir-biriga muvofiq qilmagin. Musulmonlarga qilayotgan zulmlarini o'zlarining boshlariga balo qilgin deyman, duo qilaman. Lekin bu degani mutlaq hamma Xitoy ko'rdikmi, hammasi mana shunaqa demasligimiz kerak. Xitoyda o'qiyotgan odamlarga insoniy muomala qilib kimdir salobalik qilayotgan bo'lsa, u bilan yaxshilik muomala qilaverasiz. Lekin umumiy ma'noda Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonga olib borayotgan siyosatini zulm deb bilamiz. Buni tezda barham topishligini, u joydagi xalq, musulmon xalq ozod bo'lishligini orzu qilamiz, umid qilamiz. Buni bizni ko'zlarimiz ko'rishligiga Allohdan duo qilib so'raymiz. Qancha qobiliyatli insonlar, qancha musulmon insonlar Sharqiy Turkistonda juda qattiq tazyiqda. Buni yechimini orzu qilamiz. Biz ozod bo'lganimizda mustaqillikni naqadar bayram qilyapmiz. Bu haqli o'raloq. Xuddi shu bayramni Sharqiy Turkiston ham qilishligini ko'rishlik baxtiga Alloh taolo bizlarni yetkazsin.